Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Tunguzbash qadimiy shahar xarobasi To'qsu nahiya Tam To'g'raq yesining 10 kilometr g'arbiy janubiga joylashgan uzoq tarixga ega qadimiy shaharlarning biri. Bu qadimgi shaharda bugunga qadar saqlanib qolgan bir qism xaroba izlari. Shundaqla xarobalikdan tepilgan nurg'unlagan qimmatli madaniyat yodikorliklari tarixning yaldamisi sifatida bu qadimiy yurtning nomini jahon ahliga tonitishda ko'znak bo'lib kelmoqda. Mana bu dal Tunguzbash qadimiy shahar xarobasidir. To'qsu nayisi Tangirtağının o'ttira qismiga, Tarım uymalig'ining shimoliga joylashgan bo'lib, tarixiy uzun, sharq-g'arb madaniyati va ko'p xil dillar uchrashgan ham taraqqiy qilib, o'zgacha madaniyat qatlamini yaratgan qadimiy yurtlarning biri. To'qsu nayisi haqida ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bizning To'qsu nayimizningki hamda ko'lami bir qadar kichik, lekin saqlanayotgan shu qadimiyatkorlik iznolari intayin ko'p. Masalan, hozirgacha shu To'qsu nayimiz saqlanayotgan qadimiyatkorlik iznolari, turlar, Budda xarobalari, munarlar bo'lib jami 60 nechtasi bor. Bularning ichida shu Tunguzbash qadimiy shahri, Isqat qadimiy shahri va To'g'raq iqlim meng'oy mamlakat darajalik nuqtali qo'yilgan o'rin qatori kirgizildi. To'qsu nayisiga joylashgan Tunguzbash qadimiy shahar xarobasi tarixining uzunligi, o'zaro giralishib ketgan madaniyat qatlamining mo'lligi ham qadimgi Ipak yo'lining muhim qatnash tuguni bo'lishdek o'zgachiligi bilan tarix sahnasida muhim rol o'ynab kelgan. Tunguzbash qadimiy shahar xarobasi hozirgacha mukammal saqlangan xarobalik bo'lib, bu Ko'san rayonidagi vakillik xarakteriga ega qadimiy shahar qurilish xarobaligi bo'lib hisoblanadi. Bu qurilish tikdot bo'lgan shaklda bo'lib, Qo'g'ning sharqdan g'arbga bo'lgan uzunligi 250 metr. Janub-shimol kengligi 230 metr. Qo'g eshiklari janub va shimolga qaratilgan. Shimoliy eshikning kengligi taxminan 12 metr. Uzunligi 30 metr. Janubiy eshigi orqa eshik yoki kichik eshik bo'lib, kengligi taxminan 5 metr. Uzunligi 18 metr keladi. Taxminan 2000 yillik tarixga ega. Undaqda bu qadimiy shahar xarobasi nima uchun xalq tarafidan Tunguzbash qadimiy shahar xarobasi deb atilib qolgan? Kishilar bu xarobalikni Tunguzbash qadimiy shahri deb ataydigan. Oldi bilan siz shu Tunguzbash degan so'zga bir tushuncha berib o'tasiz. Bu qadimiy shahar hamda burunqilarningki deyishcha, burun To'qqizbash qadimiy shahar deb atilibdi. Keyin bu To'qqizbash qadimiy shahar bara-bara uzun yillardan beri Eğizda tillardan ko'chib To'qqizbash degan so'z, Tunguzbash degan so'zga zurib, hozir Tunguzbash qadimiy shahri deyilib keldi. Bu hamda yana bir jihatdan shu Tunguzbash qadimiy shahrining atrofida shu 8 shahar
bu shaharni qo'rshab turganligi, to'ta taraf bo'lganligi uchun bu Tunguzbash qadimiy shahar shu shaharlarning markaziga joylashganligi uchun bu Tunguzbashning shahri yoki To'qqizbashning markazi deb bu ya'ni To'qqizbash qadimiy shahar deb atagan. Endi bu atroflarda shundoq qaraydigan bo'lsanglar, bu 8 qadimiy shaharlarni ko'ra olasizlar. Bularningki nurg'unlagan sepillardan, qo'rg'onlardan tuzilganligini bir qarab ko'rib olamiz. Bu qadimiy shahar xarobasi kesak va loyda qo'pirilgan bo'lib, yer shakli takshisiz. Yiroqda turibmi uzun ketgan agir-bugri shahar sepilini aniq ko'rgili bo'ladi. Bu shaharning tomlari mustahkam bo'lib, shahar sepili to'pidan chingdab yasalgan. Elimiz arxeologlari bu shahar xarobasini qayta tashirib, bu xarobalikni Tang sulolasi davriga mansub xarobalik deb dalillagan. 1928-yili shu vatanimizga tanglik arxeolog Xuanbey apandim shu Shinjonga arxeologik tekshirish olib bermiş 90 oyimizdan keyin shu Tunguzbash qadimiy shahriga yetib kelib shu yerda tekshirish olib bordi, qidirib tekshirish olib bordi. Bu jarayonda shu qadimiy shahardan nurg'unlagan qadimiy yodgorliklarni, sopol buyumlarni, mis pullarni hamda nurg'un shu qog'oz varaqchilarni bir nurg'un narsalarni topdi. Buning ichidagi tipik bo'lganlardan shu Baysubileninki oshliq, guruch bilan ta'minlash to'g'risidagi bir parcha hujjati. Ondan shu Limingdaninki oshliq oriyatga elish hujjati. Ondan shu Dali, Jenrung davrga mansub bo'lgan shundoq mis pullar. Ondan keyin nurg'unlagan sopol, qochilar, hiqiqlar shu joylardan qezib bilindi. Bu narsalarningki hammasi shu ular qidirib tekshirgandan keyin Tang sulolasi davriga to'g'ri keldi ekan deb bu qadimiy shaharni Tang sulolasi davriga mansub bo'lgan qadimiy shahar deb bekitdi. Shu bayqalgan shu qadimiy yodgorliklardan shu Ko'san diyoriningki shu Tang sulolasi davrida, ya'ni Anshi Quruqbek mahkamasining o'rni shu bo'lgan vaqtlarda bu o'rinning iqtisod, madaniyat, sotsiyatik jihatda intayin taraqqiy qilganligini shu qizilangan buyumlardan ko'rib olamiz. Bu xarobalikdagi ajoyib g'aroyib ko'rinishlar, o'zgacha mustahkam saqlangan qurolg'u joylar, makimalar, sepillar shu davrdagi Ko'san xalqining ijtimoiy turmushini ham madaniy hayotini yoritib berishda qimmatlik material bo'lib hisoblanadi. Tunguzbash qadimiy shahar xarobasining egiilgan o'rni bir qadar cho'ng bo'lib, xaroba izdan qaraganda bu joyda makimalar, qasrlar, o'yli aroqlar, harbiy kazarmalar ham nurg'un muhim qurilishlarning qoldiqlari saqlanib qolgan. Elimiz arxeologlari bu xarobalikni ko'p qatim qazib tekshirgan. Ham Tang sulolasi va Chag'atay xonligi davriga mansub bo'lgan qadim qopul, sopol buyum, yeshil qosh tashi qatorliq nurg'unlagan qimmatlik madaniyat yodgorliklarini qazib olgan. Bularning ba'zilari toshdan, ba'zilari yog'ochdan yasalgan. Bular jigarrang, kulrang qatorliq ranglarda bo'lib, 1-asrdan 6-asrlarga mansub madaniyat yodgorliklari ekanligi isbotlangan.
uzoq yillardan buyon Kösen diyorida ko'plagan dаңlıq shaxslar maydonga kelib, madaniyat, san'at, ishlab chiqarish ishlari mislsiz darajada taraqqiy qilgan. Bu jarayonda nurg'unlagan o'lima, Budda olimi va tarjimon qatorliqlar orqa-orqadan maydonga kelib, shu davrning madaniyat, san'at ishlariga o'shmas to'k bilan qo'shgan. Bu Tansulalisi davrida shu Tunguzbash qadimiy shahri shu Anshi Qurbaq mahkamasininki muhim harbiy bazasi bo'lgan. Shu davrlarda bo'lsa, bu o'rinninki madaniyat, san'at, ishlab chiqarish, savdo-sotiq jihatlarda intayin zo'r taraqqiyot ilgirlashlarga bo'lgan. Masalan, o'tir tuzanlikning nurg'unlagan madaniyatlari bu joyga eqib kirgan. Masalan, shu suvchilik kasblari deymiz, ondan yezigilik ishlab chiqarish, terixchilik, ondan to'qimchilik, ondan sapal buyumlarni ishlab chiqarish qatorliq jihatlarda intayin muhim rol o'ynagan. Bu o'rinlarda shu madaniyat, san'at jihat intayin taraqqiy qilgan bo'lib, shu Kösen usuli, Kösen muzikallari shu markaziy Chang'anga intayin tarqalib, Chang'andagi shu moda madaniyat san'atlarininki biri bo'lib qolgan. Ayni davrda g'arbiy yurtda bosh qo'rchibak mahkamasining qurilishi g'arbiy yurtning vaziyatini muqimlashtirib, xalqning ijtimoiy turmushida cho'ng o'zgarishlarni borliqqa keltirdi. Ham elimizning ishki rayonlari bilan g'arbiy yurtning siyosiy, iqtisodiy tez rivojlangan. G'arbiy yurt bilan ishki rayonlarning savdo aloqasi ko'payib, Ipak yo'li mislsiz darajada avatlashgan. Shu Tunguzbash qadimiy shahri bo'lsa, shu Anshi Qurbaq mahkamasininki muhim harbiy bazasi bo'lgan. Shu davrlarda bu Anshi Qurbaq mahkamasi shu Udun, Soli, Kösen va Kengitdan iborat 4 qo'rg'onni boshqarib, shu o'rinlarda 24 mingdan ortiq shu askar turg'izgan. Shu jarayonlarda shu Ipak yo'lininki ravonligini qo'g'dash uchun har qaysi o'rinlarda turlarni soldirgan, har xil shu qo'rg'onlarni qurgan. Shu jarayonlarda shu o'tir tuzanlikninki ipak mollarini shu g'arbiy yurtga yo'tkab kelgan, masalan, dor darmaklarini, shu g'arbiy yurtninki qosh teshi buyumlari hamda xushpurak materiallarni, to'qilim buyumlarni shu o'tir tuzanlikka yo'tkab olgan endi. Shu davrlarda shu g'arb bilan shimolninki muhim tuguni Ipak yo'lininki muhim markazi, ya'ni har qaysi savdo-sotiq tijoratninki muhim markaziga aylangan bo'lib, sharq g'arb madaniyatining birlashgan, to'plashgan tuguni bo'lib kelgan hamda o'zgacha uslubga ega bo'lgan shu Kösen madaniyati shu o'rinda shakllangan. Bu jarayonlarda shu o'tir tuzanlikninki ipak, choy, temir buyumlar qatorliqlar shu g'arbiy yurtga yo'tkalatdi. Shu g'arbiy yurtninki qoshtosh buyumlar, mata, ondan ot, yo'ng to'qilma buyumlari, dor darmaklar, xushpurak buyumlar shu ichki rayonlarga to'shlatdi. Yana shu Tansulalisi davridagi shu kayvan, dali pullari shu o'rinlarga keng tarqalgan edi. Tunguzbash qadimiy shahar xarobasining atrofidagi zo'r ko'lamdagi qadimiy shahar, qal'a va tura qatorliqlar Tunguzbash qadimiy shahri va Yontaq qadimiy shahrini markaz qilgan holda Kösen rayonining Xan va Tong sulolasi davridagi bo'zjar o'zlashtirish, harbiy ishlar va Kösen rayonini qo'g'dashdagi muhim o'rin ekanligini isbotlaydi. Bu qadimgi shahar xarobalari tarix va arxeologiya jihatdan muhim qimmatga ega bo'lib qolmasdan, balki uzoq tarixiy madaniyat jihatdagi qimmatini namoyon qilish jihatdan muhim real ahamiyatga ega. Ming yildan ortiq tarixni beshidan o'tkazgan bu qadimiy shaharlar bizga shu davriga xos nurg'un tarixiy izlarni qoldirgan.
Yaqında Beijing Universitetining arxeologiya atriti bu yerda cho'ng ko'lamlik tekshirish olib berib, yana bir cho'ng bayqashga erishdi. Yaqında shu 90 ayimiz, shu Beijing universiteti bilan shu to'xtamdan tusib, 90 ayimizningki har qaysi qadimiy shaharlarni qidirib tekshirish to'g'risida. Beijing universitetiningki shu qidirib tekshirgich xodimlari 90 ayimizning Tunguzbash qadimiy shahrida qidirib tekshirish elib berib, bu shahardan intayin hashamatlik bo'lgan bir turalg'u uyini bayqadi. Bu turalg'u uydan nurg'ulg'an qadimiyatkorliklar, sapalqachilar, ondan Budda munarlari hamda shu oltindan yasalgan shu yaproqchilar hamda yeshil yoqut qatorliq nurg'ulg'an qadimiyatkorliklarni bayqadi. Hamda bu uyning zodi qaysi davrga mansub ekanligi hozir tadqiqot usti turyotidi. Beijing Universiteti Arxeologiya Fanlari institutining professorlari bu bayqalgan turalg'u joyni ayni davrdagi darajasi bir qadar yuqori kishilar turgan joy deb faraz qilishmoqda. 2006 yili 2 oyning 6 kuni davlat darajalik nuqtali qo'g'diladigan qadimgi madaniy yodgorlik o'rni qatoriga kirgizilgan. Bu xarobalik Han Tong sulolalarini beshidan o'tkazgan qadimgi xarobalik bo'lib, shu davr kishilarining tarixiy madaniyati, san'ati, turmush urf-odati qatorliqlarni tadqiq qilishda alohida yuqori qimmatga ega. Tunguzbash qadimiy shahar xarobasi ustidagi tadqiqotlar uzluksiz davomlashmoqda. Tunguzbash qadimiy shahrining tarixiy madaniyatini yanamo yoritib berishda, shundaqla bu joyda echilgan bir qism sirlarni yeyishda bu xaroblik intayin qimmatlik materialdir. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.